Jasur Umirov xonanda Sardor Mamadaliyev ustidan shikoyat bilan chiqdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Show biznes maydonida g'alati tartibsizlik ijtimoiy tarmoqlarda Jasur Umirov haqida vafot etgani haqida video tarqaldi. Shu xabar ostida hamkasbi Sardor Mamadaliyev Instagramda "Joying jannatda bo'lsin, yaxshi odam edi" degan post qoldirdi. Bu esa voqeani ommaga rostdek tuydirdi. Keyin esa voqealar sal o'zgarib ketdi. Jasur Umirov tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilib, u oilasining yig'lab yotgani, o'ziga qarshi yolg'on xabarlar tarqatilgani va "Sen meni oldiga chiqarib yuboribsan" degan mazmunda shikoyat bilan chiqdi. Aktrisa Durdona Qurbonova Instagram sahifasida yana kelin ko'ylakdagi ko'rinishlari bilan muxlislar e'tiborini tortdi. Atigi bir hafta oldin u kelin libosida video joylagan edi va bu muxlislar orasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Izohlar ostida esa turli fikrlar bildirildi. Kimdir xonandaning yangi loyihasiga qiziqsa, yana kimdir buni shaxsiy hayoti bilan bog'lashga urindi. Ammo bu safar Durdona Qurbonova kelin libosidagi suratlarini ulashib, to'yim bo'layotgani yo'q, bu shunchaki reklama syomkasi deya izoh qoldirdi. Videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Mashhurlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklar bizning kanalda. Bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng so'nggilarini taqdim etishda davom etamiz.